Shu bitta narsa yo'qolganini faqat men sezdimmi yoki sizlar ham sezdinglarmi? Trend bilan gilam yuvish bilan, lekin men bitta global muammoni ko'tarmoqchiman. Sizlarga bitta savolda, shunda mehr oqibati eskirib qoldimi? Gilam yuvayotganimda yoshligim esimga tushdi. Oldin yoshligimda katta-yu kichik bir bo'lib, hammamiz maza qilib gilam yuvardik. Oldin uyda bir kishi ish qilsa, boshqasi indamay yoniga kelardi, qarashardi. Hech kim menga aytmadi-yu degan gap bo'lmasdi. Mehr ham, hurmat ham vazifa emas, tarbiya edi. Bugun esa ko'pchiligimizda qo'limiz band emas, faqat qalblarimiz band. Shuning uchunmi bilmadim, bir uyda yashab turib ham bir-birimizni charchaganimizni, xafaligimizni, dilimizda ortib qo'yayotganimizni sezmay ham qolamiz. Balki zamon o'zgarmagandir, balki mehr ko'rsatish odatlarimiz o'zgargandir. Sizningcha mehr oqibat kamaydimi yoki biz uni sezmay qo'ydikmi? Kommentariyada javoblaringizni yozib keting, bu menga juda ham qiziq.